Do'stlar, hozir aytadigan ma'lumotim 1-5 bin so'm pul olgan yoki shunday to'lovga ariza bergan har bir odam uchun juda muhim. Chunki ko'pchilik pul tushganidan keyin ish tugadi deb o'ylaydi. Lekin amalda ayrim hollarda aynan pul tushgandan keyin tekshiruv, qayta hisob-kitob, hujjat so'rash yoki keyingi to'lovlar bo'yicha muhim o'zgarishlar boshlanadi. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntirib beraman. Kim xavotir olishi kerak? Kim bemalol bo'lishi mumkin? Qaysi holatda pul qaytarilishi talab qilinishi ehtimoli bor? Qaysi holatda esa aksincha yana qo'shimcha imkoniyat paydo bo'lishi mumkin? Agar siz yoki oilangizdan kimdir 1500 ming so'm olgan bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Hozir obuna bo'lib qo'ying. Like bosing. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam ortiqcha yugur-yugurdan, jarimadan, navbatdan va asabiylikdan saqlanadi. Avval qanday edi? Odamlar ariza topshirardi. Mahalla ijtimoiy xizmat, bank yoki tegishli tashkilot orqali ma'lumotlar tekshirilardi. Keyin mablag' ajratilsa, karta yoki hisob raqamiga pul tushardi. Ko'pchilik shu bilan jarayon tugadi deb hisoblar edi. Ya'ni pul tushdi demak hammasi tasdiqlandi. Endi hech kim hech narsa so'ramaydi degan tushuncha bor edi. Lekin hozirgi tartibda eng muhim jihat shuki, to'lov tushgani har doim yakuniy nuqta degani emas. Ayrim to'lovlar bo'yicha ma'lumotlar keyin ham solishtiriladi. Oilaning daromadi, ishlayotgan a'zolar soni, mulk holati, avtomobil bor yo'qligi, bankdagi harakatlar, yashash manzili, ro'yxatdagi oila tarkibi, bolalar soni, nogironlik, pensiya, aliment, stipendiya yoki boshqa daromadlar qayta ko'rilishi mumkin. Men buni odamlarni qo'rqitish uchun aytmayapman. Aksincha, kimning hujjati toza bo'lsa, kim ma'lumotni to'g'ri bergan bo'lsa, u odam xavotir qilmasligi kerak. Lekin kimdir? Mayli. Keyin ko'ramiz deb noto'g'ri ma'lumot bergan bo'lsa yoki oiladagi real holat o'zgarganini bildirmagan bo'lsa, muammo chiqishi mumkin. Endi nima o'zgardi? Asosiy o'zgarish shundaki, davlat to'lovlari, ijtimoiy yordamlar va kompensatsiyalar tobora ko'proq elektron bazalar orqali tekshirilmoqda. Oldin bir hujjat bir idorada, boshqa ma'lumot boshqa idorada qolib ketishi mumkin edi. Hozir esa ko'p holatlarda bazalar bir-biri bilan solishtiriladi. Masalan, siz arizada ishsizman deb ko'rsatgan bo'lsangiz, lekin sizning nomingizda rasmiy ish haqi tushayotgan bo'lsa, bu ko'rinib qolishi mumkin. Yoki oilada mashina yo'q deyilgan, lekin yaqinda avtomobil rasmiylashtirilgan bo'lsa, bu ham tekshiruvda chiqadi. Yoki yordam olish vaqtida oilada daromad juda past bo'lgan, ammo keyin 2 kishi ishga kirgan bo'lsa, keyingi to'lovlar masalasida qayta baholash bo'lishi mumkin. Endi 1500 ming so'm olgan odamlar nimani bilishi kerak? Birinchi navbatda bu pul qanday asosda berilganini aniqlab oling. Chunki 1.500 ming so'm degan summa turli holatlarda uchrashi mumkin. Ijtimoiy yordam, bir martalik moddiy yordam, kompensatsiya, subsidiya, ehtiyojmand oilaga berilgan ko'mak, ayrim toifalarga ajratilgan yordam yoki boshqa mahalliy dastur doirasidagi to'lov bo'lishi mumkin. Har birining talabi boshqa. Shuning uchun men har doim shunday deyman. Pulni ko'rishdan oldin uning nomini bilish kerak. Bankdan SMS keldi, karta to'ldi. Hammasi joyida deyish yetarli emas. To'lov qaysi tashkilotdan, qaysi qaror yoki ariza asosida, qaysi muddat uchun berilganini bilib olish kerak. Masalan, birinchi holatni olaylik. Oilada xotin va 3 nafar farzand bor. Rasmiy ishlamaydi. Ayol ham uyda. Oilaning asosiy daromadi mavsumiy ish va qarindoshlarining yordami. Ular mahalla orqali ijtimoiy yordamga ariza bergan. Tekshiruvdan keyin 1.5 ming so'm tushgan. Bunday oilada hujjatlar to'g'ri bo'lsa, daromad yashirilmagan bo'lsa, qo'rqishga asos yo'q. Lekin keyingi oyda rasmiy ishga kirsa va oyligi masalan 3 ming so'm bo'lsa, bu holatni yashirib keyingi yordamga yana ariza topshirish noto'g'ri bo'ladi. Chunki tizim buni keyin baribir ko'rishi mumkin. Ikkinchi holat. Ayol yolg'iz ona, 2 farzandi bor, aliment olmaydi, ijarada yashaydi. U 1.500 ming so'm yordam olgan. Bu yerda asosiy masala shuki, u ayol o'zining real ahvolini hujjat bilan tasdiqlagan bo'lishi kerak. Farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi, yashash joyi, daromad manbai, aliment bo'yicha ma'lumot, agar ijara bo'lsa, ijara bilan bog'liq tasdiq. Agar hammasi to'g'ri bo'lsa, u ayol menga keyin muammo bo'ladimi deb vahimaga tushmasin. Aksincha, u keyingi yordam turlarini ham o'rganish kerak. Chunki ba'zan odam faqat bir martalik pulni olib, qolgan imtiyozlardan bexabar qoladi. Uchinchi holat.
bir oilada rasmiy daromad yo'q deb ko'rsatilgan. Lekin aslida oila a'zolaridan biri chet eldan har oy $400 atrofida pul yuboradi. Bu pul bank orqali kelayotgan bo'lsa, ayrim tekshiruvlarda daromad sifatida ko'rilishi mumkin. Hamma chet eldan kelgan pul avtomatik ravishda yordamni bekor qiladi deb bo'lmaydi. Chunki har bir dasturda hisoblash tartibi boshqa. Lekin bunday pul borligini butunlay yashirish xavfli. Chunki keyin nima uchun ma'lumot berilmadi degan savol chiqadi. Men odamlarni shunga chaqiraman. Real holatni yashirishdan ko'ra tushuntirib berish yaxshiroq. 4-holat. Pensioner odam 1.500.000 so'm moddiy yordam olgan. Uning pensiyasi bor, lekin sog'lig'i yomon, dori-darmon xarajati ko'p, yolg'iz yashaydi. Bunday vaziyatda faqat pensiya borligi yordam olishga har doim to'sqinlik qilmaydi. Muhim narsa umumiy ehtiyoj, xarajat oila ko'magi bor yo'qligi sog'liq holati va ariza asosidir. Shuning uchun pensionerlar men pensiya olaman, demak menga yordam mumkin emas deb o'ylamasin. Lekin pensiya miqdori, qo'shimcha daromad va mulk holati baribir hisobga olinishi mumkin. 5-holat. Oila 1.500.000 so'm olgan, lekin ularning nomida yangi avtomobil bor. Mana shu joyda ko'pchilik tushunmaydigan nozik masala bor. Avtomobil borligi har doim ham odam bo'y degani emas. Masalan, mashina kreditga olingan bo'lishi mumkin, yoki ish uchun kerak bo'lishi mumkin, yoki eski arzon avtomobil bo'lishi mumkin. Lekin ayrim yordam turlarida transport vositasi mavjudligi alohida mezon sifatida ko'riladi. Agar tartibda falon muddat ichida olingan avtomobil bo'lsa, yordam berilmaydi deyilgan bo'lsa, unda muammo bo'lishi mumkin. Shu sababli mashina, uy, yer, do'kon, ijara daromadi kabi narsalarni ariza berayotganda albatta aniqlab olish kerak. Kim xavotir olishi kerak? Men buni aniq aytaman. Birinchidan, arizada noto'g'ri ma'lumot berganlar xavotir olishi kerak. Masalan, oilada ishlaydigan odam bor, lekin hech kim ishlamaydi deb yozilgan bo'lsa. Ikkinchidan, oilaning tarkibi noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa. Masalan, aslida bir uyda yashamaydigan odamlar qo'shib yozilgan yoki aksincha daromadli odam yashasa ham yashirmoqchi bo'lgan. Uchinchidan, bir xil yordamni ikki joydan olishga uringanlar ehtiyot bo'lishi kerak. To'rtinchidan, hujjatlarni boshqa birovning maslahati bilan shunday qilsangiz pul chiqadi deb sun'iy tayyorlaganlar muammoga duch kelishi mumkin. Beshinchidan, pul tushgandan keyin qo'ng'iroq yoki xabar kelgan bo'lsa. Lekin e'tibor bermaganlar ham tezda aniqlashtirishi kerak. Kim xavotir olmasligi kerak. Agar siz arizani a'lol topshirgan bo'lsangiz, oilangizning daromadini yashirmagan bo'lsangiz, so'ralgan hujjatlarni o'z vaqtida bergan bo'lsangiz, pul rasmiy kanal orqali tushgan bo'lsa, siz vahimaga tushmang. Tekshiruv bo'lsa ham siz hujjat bilan tushuntirib bera olasiz. Ko'p odamlar tekshiruv so'zini eshitishi bilan qo'rqib ketadi. Aslida tekshiruv har doim jazo degani emas. Tekshiruv ba'zan ma'lumotni to'g'rilash, keyingi to'lovni aniqlash yoki noto'g'ri tushunishni bartaraf qilish uchun bo'ladi. Endi istisnolar, tuzoqlar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarni tushuntiraman. Birinchi nozik jihat. 1.500.000 so'm pulni olganingizdan keyin uni qayerga ishlatganingiz ham ayrim holatlarda muhim bo'lishi mumkin. Agar bu oddiy moddiy yordam bo'lsa, odatda odam uni oziq-ovqat, dori kiyim-kechak, kommunal to'lov yoki qarzga ishlatadi. Lekin agar pul maqsadli berilgan bo'lsa, masalan, ta'lim, davolanish, uy-joy ta'miri yoki ma'lum xarajat uchun ajratilgan bo'lsa, undan foydalanish bo'yicha chek, kvitansiya yoki tasdiq so'ralishi mumkin. Shuning uchun men doim tavsiya qilaman. Pul tushganidan keyin katta xarajat qilsangiz, chekni saqlab qo'ying. Dorixona cheki, shifoxona to'lovi, kommunal to'lov kvitansiyasi, maktab yoki bog'cha xarajati bo'yicha tasdiq keyin sizga kerak bo'lib qolishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, bank kartasiga pul tushgani bilan kartani boshqa odam ishlatayotgan bo'lsa, ehtiyot bo'ling. Masalan, ayrim keksa odamlar kartasini farzandiga berib qo'yadi. Pul tushadi, farzandi yechib oladi. Keyin pensionerning o'zi pul qayerga ketganini bilmaydi. Agar keyin siz yordam oldingiz deyilsa, odam hayron qoladi. Shuning uchun karta o'zingizniki bo'lsa, SMS xabarni kuzating, bank ilovasini tekshiring, kartani begonaga bermang. Agar yordam sizga berilgan bo'lsa, undan sizning ehtiyojingiz uchun foydalanish kerak. Uchinchi nozik jihat. Telefon orqali keladigan yolg'on xabarlardan ehtiyot bo'ling. 1.500.000 so'm olganlar ro'yxati, qayta hisob-kitob, qo'shimcha bonus, syurpriz to'lov, karta tasdiqlash kabi bahonalar bilan firibgarlar odamlarni aldashi mumkin. Ular
Kartangizga yana pul tushadi. Kodni ayting. Arizangizni davom ettirish uchun plastik raqamni yuboring. SMS kodni aytsangiz 1.500.000 so'm ustiga yana pul qo'shiladi deb qo'ng'iroq qiladi. Men qat'iy aytaman. Hech qachon SMS kodni, bank ilovasi parolini, kartaning orqa tarafidagi kodni hech kimga aytmang. Haqiqiy davlat organi yoki bank xodimi sizdan bunday maxfiy kodni so'ramaydi. 4-nozik jihat. Ro'yxatda bor yo'qligingizni faqat rasmiy joydan tekshiring. Mahalla ijtimoiy himoya organi, bank, davlat xizmatlari markazi yoki tegishli rasmiy portal orqali ma'lumot oling. Telegramdagi noma'lum kanal, notanish havola. Ismingizni kiriting, pulingizni tekshiring degan saytlar xavfli bo'lishi mumkin. Ayniqsa pasport seriyasi, JSHIR, karta raqami, telefon raqami va SMS kodni bitta joyga kiritish katta xato. 5-nozik jihat, oiladagi o'zgarishlarni vaqtida bildirish. Masalan, bola tug'ildi, kimdir ishga kirdi, kimdir ishdan chiqdi, ajrim bo'ldi, aliment belgilandi, nogironlik guruhi berildi, yashash joyi o'zgardi, oila a'zosi vafot etdi, chet elga ketdi yoki qaytib keldi. Bu o'zgarishlar yordam olish huquqiga ta'sir qilishi mumkin. Odamlar ko'pincha mayli keyin aytaman deb yuradi. Keyin esa bazadagi ma'lumot boshqa, real holat boshqa bo'lib qoladi. Natijada to'lov kechikadi. Rad javobi keladi yoki tushgan pul bo'yicha savol tug'iladi. 6-nozik jihat. Agar sizga pul noto'g'ri tushgan bo'lsa, uni darhol sarflamang. Masalan, siz ariza bermagansiz, lekin 1.500.000 so'm tushdi. Yoki siz kutganingizdan boshqacha tashkilotdan pul keldi. Bunday holatda eng avval bankdan yoki tegishli tashkilotdan to'lov manbasini aniqlang. Noto'g'ri tushgan pulni sarflab yuborsangiz, keyin qaytarish talab qilinishi mumkin. Menga tushdimi? Demak, meniki degan fikr har doim to'g'ri emas. Pulning huquqiy asosi bo'lishi kerak. 7-nozik jihat, qarzdorlik va ijro hujjatlari. Ayrim odamlarning kartasida aliment qarzi, kredit bo'yicha undirish, jarima yoki boshqa ijro harakati bo'lishi mumkin. Ijtimoiy yordam tushganida uning yechib olinishi yoki ushlab qolinishi masalasi turli tartiblarga bog'liq. Agar sizning kartangizdan pul ushlab qolingan bo'lsa, pul yo'qoldi deb o'ylamasdan. Bankdan ko'chirma oling va majburiy ijro byurosi yoki tegishli tashkilotdan sababini aniqlang. Ba'zi to'lovlar himoyalangan bo'lishi mumkin, ba'zilari esa qarzdorlikka ketishi ehtimoli bor. Buni hujjat bilan tekshirish kerak. 8-nozik jihat. Pulni naqd yechib olgandan keyin isbotlash qiyinlashadi. Albatta, odamlar naqd pul ishlatadi. Bu normal holat. Lekin agar keyinchalik pulni nimaga ishlatdingiz degan savol tug'ilsa, kartadan to'lov qilish, chek olish yoki hech bo'lmasa asosiy xarajatlarni yozib borish foydali. Masalan, 5.000 so'm dori-darmon, 3.000 so'm oziq-ovqat, 2.000 so'm kommunal to'lov, 4.000 so'm bolalarning kiyimi, 100.000 so'm yo'l xarajati. Bunday oddiy ro'yxat ham keyin vaziyatni tushuntirishda yordam beradi. Endi eng muhim qism. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, pul qayerdan tushganini aniqlang. Bank ilovasiga kiring, SMS xabarini ko'ring, bankdan hisob ko'chirmasi oling. Ko'chirmada to'lov sanasi, summa, yuboruvchi tashkilot yoki izoh bo'lishi mumkin. Agar tushunarsiz bo'lsa, bankka qo'ng'iroq qiling yoki filialga boring. Menga 1.500.000 so'm tushdi. To'lov manbasi va izohini bilmoqchiman deb so'rang. Ikkinchi qadam, arizangizning holatini tekshiring. Agar mahalla orqali topshirgan bo'lsangiz, mahalla mas'ulidan so'rang. Agar ijtimoiy himoya bo'limi orqali bo'lsa, o'sha joyga murojaat qiling. Agar davlat xizmatlari orqali bo'lsa, ariza raqamini tekshiring. Sizda ariza raqami topshirilgan sana, qabul qilingan hujjatlar ro'yxati bo'lsa, ish ancha osonlashadi. Uchinchi qadam, hujjatlarni bitta papkaga yig'ing. Pasport yoki ID karta nusxasi, JSHIR ma'lumoti, nikoh yoki ajrim hujjati, bolalarning tug'ilganlik guvohnomasi, nogironlik bo'yicha ma'lumotnoma, pensiya hujjati, ishsizlik yoki ish haqi haqida ma'lumot, bank ko'chirmasi, ijara bo'yicha tasdiq, davolanish xarajatlari, kommunal to'lov kvitansiyalari. Hamma odamga ham bularning barchasi kerak bo'lmaydi. Lekin sizning holatingizga tegishli hujjatlar tayyor tursa, har qanday savolga tez javob berasiz. 4-qadam, oilaviy daromadni ochiq hisoblang. Masalan, 2.500.000 so'm oladi, ayol vaqtincha ishlamaydi, bir farzand stipendiya oladi. Chetdagi qarindosh oyiga 1.000 so'm yuboradi. Pensiya 900.000 so'm. Bularni
qog'ozga yozib chiqing. Keyin xarajatlarni ham yozing. Ijara 1000 ming 200 ming so'm, oziq-ovqat 2000 ming so'm, dori 6000 ming so'm, kommunal 400 ming so'm, maktab xarajati 300 ming so'm. Shunda siz ariza berganda ham, tushuntirish berganda ham aniq gapirasiz. Ahvolim og'ir deyishdan ko'ra raqam bilan ko'rsatish ancha kuchli. 5-qadam. Agar sizga xabar kelgan bo'lsa, uni e'tiborsiz qoldirmang. Masalan, hujjat olib keling, ma'lumotni yangilang, arizangizni aniqlashtiring degan xabar kelsa kechiktirmang. Ko'p muammolar odam vaqtida bormagani uchun kattalashadi. Bir kunlik ish bir oyga cho'zilib ketadi. Agar borishga imkoningiz bo'lmasa, telefon qilib, qachon kelishingizni ayting, kerakli hujjatlarni so'rang. 6-qadam. Agar rad javobi yoki qaytarish talabi kelsa, darhol yozma izoh so'rang. Og'zaki gapga tayanmang. Nima sababdan rad etildi? Qaysi band asosida? Qanday hujjat yetishmayapti? Qanday muddatda shikoyat qilishim mumkin? Degan savollarni bering. Yozma javob bo'lsa siz xatoni ko'rasiz. Balki tizimda oila a'zosi noto'g'ri ko'rsatilgan, balki daromad 2 marta hisoblangan, balki eski manzil turib qolgan. Bunday xatolarni tuzatish mumkin. 7-qadam. Firibgarlardan himoyalaning. Hech kimga karta parolni bermang, SMS kodini aytmang. Noma'lum havolaga kirmang. Pulni chiqarib beraman. Ro'yxatga qo'shaman. 1 500 ming so'mni kafolatlayman degan odamga ishonmang. Menga rasmiy yordam uchun pora berish yoki vositachi izlash sizni ham moliyaviy ham huquqiy muammoga olib kirishi mumkin. 8-qadam. Agar haqiqatan ham yordamga muhtoj bo'lsangiz, faqat bitta to'lov bilan cheklanib qolmang. Mahalladan, ijtimoiy himoya organidan, bandlik bo'limidan, tibbiyot muassasasidan sizga mos boshqa yordam turlarini so'rang. Ba'zan odam 500 ming so'm oladi. Lekin bolasi uchun nafaqa, davolanish uchun yordam, kasbga o'qitish, ishga joylashish subsidiya yoki kommunal bo'yicha imtiyoz borligini bilmaydi. Men ekspert sifatida shuni aytaman. Eng to'g'ri yo'l tizimni bilish, hujjatni to'g'ri topshirish va o'z huquqingizni madaniyat bilan talab qilish. 9-qadam. Agar holatingiz o'zgargan bo'lsa, ma'lumotni yangilang. Ishga kirdingizmi? Daromad paydo bo'ldimi? Farzand tug'ildimi? Ajrim bo'ldimi? Yashash joyingiz o'zgardimi? Tegishli joyga xabar bering. Bu sizni keyingi muammodan himoya qiladi. Odamlar ko'pincha aytsam, yordamni to'xtatib qo'yishadi deb qo'rqadi. Lekin yashirish keyin bundan ham kattaroq muammo tug'diradi. To'g'ri ma'lumot berish sizning eng kuchli himoyangiz. 10-qadam. Hamma gapni hujjat bilan tasdiqlang. Agar telefon orqali gaplashsangiz, kim bilan gaplashganingizni sanani yozib qo'ying. Agar ariza topshirsangiz, qabul qilinganligi haqida belgi yoki raqam oling. Agar hujjat topshirsangiz, ro'yxatini saqlang. Agar bankdan ko'chirma olsangiz, fayl yoki qog'oz nusxasini saqlang. Bu oddiy ko'rinadi, lekin amalda odamni ko'p muammolardan qutqaradi. Demak, 1 500 ming so'm olganlar uchun asosiy syurpriz shundan iboratki, pul tushgani bilan masala doim ham to'liq tugamaydi. Hujjatlar tekshirilishi, ma'lumotlar solishtirilishi, ayrim holatlarda qo'shimcha hujjat so'ralishi, boshqa holatda esa keyingi yordam imkoniyati paydo bo'lishi mumkin. Kim halol ariza bergan, ma'lumotni yashirmagan va hujjatlari joyida bo'lsa, qo'rqmasin. Kimda noaniqlik bo'lsa, bugunoq bankdan ko'chirma olib, to'lov manbasini aniqlasin, mahalla yoki tegishli tashkilotga murojaat qilsin. Hujjatlarni tartibga keltirsin. Men sizga eng asosiy maslahatni yana bir bor aytaman. Vahima qilmang, lekin beparvo ham bo'lmang. Rasmiy manbadan tekshiring, hujjat bilan harakat qiling, firibgarlarga ishonmang. Oilaviy daromad va xarajatlaringizni aniq biling. Shunda 1 500 ming so'm atrofidagi har qanday savolga tayyor bo'lasiz. Siz ham izohlarda yozib qoldiring. Sizga 1 500 ming so'm tushdimi? Qanday xabar keldi? Hujjat so'rashdimi yoki hammasi muammosiz bo'ldimi? Tajribangiz boshqalarga ham foyda beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Chunki men sizga pul, nafaqa, yordam, hujjat va davlat to'lovlari bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni sodda tilda tushuntirib boraman.